Hürmetli radyo dinləyicilər. Xitay dairələri 24 noyabr Ürümçi ot faciəsi haqqındakı axbarat bayanatında ot ketken binadakilarning yetarli darajada o'zini qutqizish iqtidori yo'q ekanligini ilgari surgan. Mazkur fojiada hayotidan ayrilganlardan Qamarnisoning Turkiyadagi 2 farzandi bo'lsa, ot ketgan binoda eshiklarning taqoq ekanligi, dadisi Mamatali Niyoz bilan aksim İlyas Mamatalining turmada ekanligini tilga olib, mazkur fojianing javobgari Xitoy hukumati ekanligini bayon qilgan. Qamarnisoning akisining o'g'li navbat Shveysariyada yashayotgan Abdupiz Mamtiminmi Qamarnisoning yo'ldoshi va cho'ng'ildan boshqa dadisi va ikki akisining turmada ekanligini oshkorildi. O'lgan hammomningki ikki akisi, yo'ldoshi, kuyovli bir farzandi lagerda. Deyilishicha, Qamarniso oilasi aslida Xotanning ilchisidan bo'lib, keyinchi Urumchiga yo'tkalgan. Ürümçinin ot ketken bina tavallikideki G'alibiyat Saqchixonasi Qamarnisoning yo'ldoshi va cho'ng'ig'i haqida ma'lumot bermadi. Ruslan Çeyden atışınız. Voy? Ha, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Ha, yaxshi-ku. Ha, bu G'alibiyat yo'l Saqchixonasimi? Ha. Ma ot ketgan binomi sizning tavallikdimi? Ha. Bu ot ketgan binoda tuyab ketgan Qamarniso degan ayolning bu yo'ldoshi bu qayerda, qaysi turma jazomatini o'tadi? Qaysi turmada? O'g'li bilan ikkisi. Mana shu qana javob beramayman hozir. Bizning shu yuqoridan so'ranganda. Ya unda qaysi o'rin bil so'zlashimiz, qaysi idora, qaysi organ bunga javob bera oladi? Vaqt ushira olmaymiz. Bizning telefon telefon qilamiz. Ondan biz Xotan shahar ichidagi Nurbog' Saqchixonasiga telefon qildik. Qaysi? Ha, qaysi Saqchixona bu? Nurbog'. Ha, Nurbog'mi? Ma Urumchidagi o't vaqasida o'lib ketgan Qamarniso degan ayol bu Xotan shaharchining qaysi tavalligidan-ti? To'xtamayman, tunagan ishlagan bo'lganini so'rab. Ha, so'rab baqing. Voy? Ha, qanday ahvolingiz, yaxshimi? Yaxshi. Ama o't vaqasi haqidagi yig'in qatnashdingizmi? Hozirgi yig'inmi, yo turgan yig'inmi? Ha, tungi yig'inga. Bugungi yig'inga qatnashdim. Bugungiga. Bugungi yig'inga hozir jiberdim. Çocuğu çıkmasam bo'lmaydi. Boshqalar yig'inda. Bu Saqchixona xodimi Urumchi o't aftidan keyin bu vaqtda yig'inlar ochilganligi va o't bexatarlik tadbirlarining kuchaytirilganligini tilga oldi. Ha, nimalar deyildi bu yig'inda? Aslında ibret ediş, çıkın yüzlerden vakadan. Özleri minxanda cevap qalsa qattiq diqqat qilish. Şu nuqtada. Bu asosliq bu qaysi voqea so'zlandi bu yig'inda? Ayna Urumchida yüzlerden vaqada to'g'riliq so'zildi. Shu o't o'lib ketgan bu Qamarniso degan ayol asli bu Xotan shahrining qayerdanti? Urumchiga yetkilishning oldida. Ana ilkiniki tavallikida oldu. Lekin ma muqimliq to'g'riliq ham bizning paysormi shaharda. Ikkitimi ikkidan ajatimiz. İşini açıqqanğıma. İki adam bu mas'ulligingizda bu Urumchilik o't vaqasida shu odamlar ko'p o'lib ketishiga ishik sabab bo'lganlik uchunmi? Ishik taqoq bo'lganlik uchunmi? Hocam bizi işlep tutmaydan gap. Ma qattiq diqqat qilganmanki, biz chiqim bu qattiq chin tutuqliq. Abdupizning deyishicha, Mamatali chet elga chiqqan vaqtida soqchilar tarafidan surishti qilingan va o'g'li İlyas Saqchixonaga chaqirtilib, so'roq qilingan. Şu dadamın taktığından ballarına bir yakıtın bir çeşit dübeye çıkan borcu dadamlarda neden kaçan ki dadamlar kahimizek bu maçta aşağı akımlarından bir tukalları çoğulunu her şey okur var. 2017 yılga kelganda Mehmet Niyoz bilan İlyas Mamatali 10 va 12 yillikdan kesilgan. İlgirki xabarlarimizda ma'lum bo'lishicha, 2017 yildan keyingi cho'ng tutqunda tutqunlarning ko'pinchisi turayotgan yerdagi emas, asli yurtdagi Saqchixonalarga o'tkazib berilgan. Nurbog' Saqchixonasining mazkur xodimi o't ofatida o'lib ketgan Qamarnisoning yo'ldoshi va o'g'lining qaysi turmada ekanligidan elchilikka aloqador saqchi va adliya xodimlarining xabari borligini bayon qildi. Shu o'tda o'lganlardan yana siz kimlarni bilsiz? Yurtimiz Xotandan bo'lgan. Bu özümüzden təvəllükdə, bizdən təvəllükdə Xotan şəhərçidir. Üzəndən təvəllükdə Tayson təvəllükdə çıxıb baxmadı. Andan bu Qamarnisoning yo'ldoshi Mamatali bilan o'g'li İlyas hozir qayerdagi turmada? Sal tuqmaymi lekin. Xotandami, Urumchidami? Məni suç qılmabdılar, təzəsim yo'q. Ularning qanchalik kesilganligi, bu qayerda jazomatni o'tayotganligini qaysi saqchixonlar deb beralaydi? Kimdan so'rasak bo'ldi sizcha? İlk Paysonun saqchilari. Telefonimizda qabul qilgan ilchidagi bir amonlik mudiri Mamatali Matniyazning 10 yillik kesilganligi va navbat Kiriya turmusida jazomatni o'tayotganligini oshkorildi. Siz ma amonlik mudirimi o'sha kanatna? Mush Urumchilik o't vaqasida siz o'tirish chiqish mahaldan bu qancha kishi tutgan bo'ldi, qancha kishi o'lib ketdi? Unda siz mas'ul bo'lganmish kanatdan Shamolbog'dan qancha kishi ekan jami? Shu o't o'lib ketgan.
O da şu Kamer Nisa'nın ailesi ulandı. O Kamer Nisa'nın yoldaşı bu Mehmet Ali Matniyaz nerede hazır? Kayada? Kaç yıllık? 10 yıl. Kaya cezamızın ötatudu. Şeriyede. Bu kaç yaşlı bu adam? 60 yaşa yakınlaştı. Abla biz men mazkur Dadıbalning jazo muddatini Aqsu'dagi bir Bengtan turmusida o'tayotganlik haqida jamiyatdan uchragan. Ammo mazkur amallik mudiri Mehmet Alining Keriya turmusida ekanligini bildirish bilan birlikda o'g'li Ilyasni Urumchidagi bir turmada deb anglaganligini tilga oldi. Urumchilik o't voqeasini o'lganlardan ya'ni kimlarni bilsiz? O yurt xotandan bo'lgan. Başkalarını tırmanırken hem de. O'g'lima Ilyas Mehmet Alining kesib ketganligi to'g'rimi? Qayerda jazo muddatini o'tatdi? Qayerda? Ürümçi ceva. Urumchi birinchi turmadimi, ikkinchi turmadimi? Unamaysiz. Qancha yillik kesildi? 10 yıllık mı gidertme? Abdülpizning deyishicha, Mehmet Ali Matniyaz o'zini sog'lom va yarimliq avlod yetishtirishga bag'ishlagan bir dada ekan. Annem kılgan ekmeğine hakkını çıkan vakti şu ben yığılsam mağazan yığılma. Nihayeten bulanlar şu konular tulmak dünya diyenine uğralarlar türden diyene uğralanmayı tüsü yaxşı okup milletimiz yaxşıdan bolsanlar. Biz bizge bergen en yaxşı bergen mukafat oluşu biz sizin şey tarafsınmayız fakat yaxşı yaramlı milletimiz yaramakadan bolsanlar biz şunu okuyuşta başına degan. Şunu planlıqda bu siyasat qattiq icra qilinayotgan chaqlarda ig'ir iqtisodiy jarimalarni to'lash va ba'zi nopus yetkash orqali ayolni bola tushirish operatsiyalaridan qo'g'dab qolgan va 10 bolani qato qatgan. Mazkur amallik mudiri Mehmet Ali Matniyazning oila a'zolari haqida mundaq ma'lumot berdi. Qancha bolasi bor u ayoldan? O balası en küçük kaç yaş? Küçükse 7-8 yaşındaki. Qancha bola söylep ketgan bo'ldi shunada? Bu chet elga chiqib ketgan bolasi qancha ularning? 2. O taş sodisi bilan qayt ko'targan tijoratchilardan bo'lib, mablag'ining zo'r bir qismini farzandlarining ma'rif tarbiyasiga sarf qilgan. O bir farzandini Arab Birlashma Xalifaligiga ilib kelib, o'qishga o'rinlashtirgan. 2016 bir o'g'lini shu 6 oy Dubayda o'qitdi, Turkiyada nima qilib. Bir uyda Dubayda uyda bo'lmay. Arkadan ikki farzandini Misrda o'qishga yo'lga solgan. Bolalar Dubayga chiqib qo'yib, undan keyin bizni Misrga olib qo'ydi. Turkiyaga borsa xatarli ekan, kinodan qaytolmaydi ekan, bolalar bizni kurashdilar. Keyin vaziyatda qo'shib qo'ygan vaqtda biz bu bolalarimizni ayirib qolsak bo'lmaydi deb bizni Misrga olib qo'ydi. Misrda shu 5 oy turgandan keyin shu ma'lum bo'lishicha, uning oilasining baxt saodati va jamiyatning yuksalishi uchun ko'rsatgan bu tirishchanliklari 2017-yilda cho'ng tutqunda davlat bexatarligiga tahdid shakllantirgan jinoyatda qaralgan. Mazkur amallik mudiri Mehmet Ali Matniyazning planliq tug'utga xiloflik qilish, qonunsiz diniy faoliyatlar bilan shug'ullanish va sazgur davlatlarni ziyorat qilish qatorli bir qancha atalmish jinoyat bilan ayblanganligini dalilladi. Uy kesib ketishdagi sababi nima bo'ldi? Sizning bildiğiniz nima? Hurmatli radio anglag'uchilar, yuqorida 24-noyabr Urumchi o't fojiasida hayotidan ayrilgan Kamer Nisa'ning yo'ldoshi va cho'ng o'g'lining turmada ekanligining dalillanganligi haqida anglatish berdik.